Xullas mana shu Michelin Road 5 qaysi mototsiklga taqamiz. Razmeri 120-70 ZR 17. Mana bu ishlab chiqarilgan vatani. Xullas bugungi ishimizda mana shu shayton arava bo'ladi. Nima ish qilamiz desanglar, mana shu oldi baloni qoroslam yorilib ketgan. Shunga mana shu Michelinni taqamiz. Bizga bunda yordam kerak bo'ladi, mana shunaqa patkatlar. Xullas buning ishi ham tugadi. Ko'rishinglar mumkin, mana o'sha Michelin balon taqib berildi. Qotirildi, bu ham qotirildi. Bular ham. Fiksatorning anaqam yo'q edi. O'shaning uchun endi aniqladim. Baxtli bo'lsinlar, Rayder.